javob berilmaydi. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Pulum qachon qilasan? Charchab ketdik-ku. Aka, bitta odamga ikkita klip olib berganman. Oyni boshida pulimni berish kerak edi. Telefonlarimni ko'tarmayapti. Shundoq pulimni olib qilib beraman, aka. Ha, bu shu kam bo'ldi qilgan. Aka, shu haftaning oxirigacha muhlat berib turing. Telefon qilsangiz ko'taryapman, to'g'rimi? Yo'q, bo'lib qolmayapman. Prodyuser bilan gaplashib, pulimni olsam shu haftaning oxirigacha qilib beraman o'zog'i bilan. Gaplaring og'zingdan mag'zavaga oqib chiqyapti. Qilib ber pulni tez-tez. Yo'q bo'lib chiqib ket. Ertagacha vaqt bering. Bugun kechgacha pulingizni topib kartangizga tashlab beraman. Yo narsalarimni yig'ishtirib chiqib ketib, qo'lingizga kartangizni berib qo'yaman. Kelishdik. Notebookingni olib ketaman. Pulni olib kelasan, olib ketasan. Aka, notebook menga kerak, men ssenariy yozaman bunda. Mani muammo emas bu. Pasportni bering. Ber. Jonga tegib ketdi. Ertagacha. Assalomu alaykum Abdukarim, yaxshimisiz? Rahmat. Siz ishlagan bir prodyuser orqali siz bilan bog'lanyapmiz. Katta bir loyiha boshlaganmiz. Bizga siz ishlaringiz ma'qul keldi. Ofisimizga kela olasizmi? Assalomu alaykum. Ko'pmisiz aka? 2 oydan beri yalinib yuribman-ku. Pulni qilib bermaysizmi? Erkak degan ozgina gapingizga javob. Keling. O'tgan yili institut bitirgan ekansiz. Oxirgi ishlaringizdan ikkita klip shularni ko'rdim. İşleriniz menga ma'qul. Agar sir bo'lmasa, shu ishlarga qancha pul olgansiz? Olganim yo'q. Endi olaman. Tushunarli. Ochig'ini aytaman. Ishlaringiz menga ma'qul keldi. Sifatda faqat xafagarchiliklarsiz. Lekin g'oyalaringiz yaxshi. Yondashuvingiz yaxshi. Texnikaga pul kamroq bo'lgan. Tushundim uka. Sizni ayblayotganim yo'q. Sizga katta vazifa qo'yilib, kam pul berilgan. Shunaqa. Mijozlarning o'zi shunaqa. Yetarlicha pul bermaydi-da, lekin Gollivud darajasini kutishadi. Ha, Orif bilan birga ishlagan ekansiz. Uqamiz bilan birga ishlagan. Keyinchalik chet el bilan hamkorlik qildida, o'zi alohida chiqib ketadigan. Abdukarim, biz sizga imkoniyat berishga tayyormiz. Qarang, bizning tashkilot xalqaro fondlar orqali moliyalashtiriladi. Maqsadimiz mijozlar xohishlarini o'zbek auditoriyasiga yetkazib berish. Filmlar orqali. Bizga sizga o'xshagan yosh va o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan rejissyorlar kerak. Pulda muammo bo'lmaydi. Pulni o'ylamang. Shunga nima deysiz? Yaxshi. Men roziman. Zo'r. Menga mana shunaqangi dangal gaplar yoqadi. Bir xillar o'ylab ko'ray deb changaladi.
Bunaqa yaxshi imkoniyat turgan paytda o'ylab ko'rishga balo bormi aka? Yashang. Men shunaqangi rejissyorlarni bilaman. Bunaqa taklifni kutib o'lib ketgan. Siz ertaga keling, yuristimiz hamma hujjatlarni tayyorlab qo'yadi. Qo'l qo'yasiz, ishni boshlaymiz. Men ishga qabul qilindim. Albatta. Shartlari qanaqa? Ish vaqti, oylik degandek. Endi buni ertaga kelsangiz, yuristimiz hammasini tushuntirib beradi. Oylikka keladigan bo'lsak, bizda yangi ishga kirganligi 3 oy srok o'tadi. Xafa bo'lmaysiz. Agar shunda hisoblasak, 10-15 million atrofida chiqadi. So'm. Va bu boshlanishiga to'g'rimi? Albatta boshlanishiga. Keyinchalik o'zingizni ko'rsatsangiz, ishlaringiz bizga ma'qul kelsa, 30-35 million, balki undan ko'proq. Lekin ishni darrov boshlashimiz kerak. Sizga ssenariy beriladi. Ssenariyni bugunoq o'qib chiqing. Kelayotgan haftada gruppa to'ladi. Ishni boshlashimiz kerak. Abdukarim, ukajon. Sizdan iltimos bu ishga jiddiy yondashing. Eski do'stimiz Orif sizni taklif qilgan uchun hech ikkilanmasdan bu yerga chaqiring. Bunaqa imkoniyat boshqalarga berilmaydi. Tushunarli. Bu nega? Avans. Sizdan iltimos syomkaga yana ham yaxshiroq keling. Bu jamoadagilarning sizga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Tushunarli. Xo'p, o'rtoq rejissyor, sifatli filmlar olib, yaxshigina daromad qilishga tayyormisiz? Assalomu alaykum. Odammisan, aka? $100 berish shunchalik qiyin, ha? Bilet, 4 kun tirikchiligini tashlab chiqqanman san syomkang. Chiqqan bo'lsangiz rol o'ynab, yuzingizdan tushunib chiqqansiz. Nima? Butun umr shu dekoratsiyasiman deb kelganmisiz, aka? Ey, Abdukarim, yig'ishtirgan maddohlikni eplolmas ekansan. Bo'qmoqmi, menga 3 kunlik pulingizni qilib beraman. Aka, Orif pulni kechiklasa men nima qilay? Qo'lingdan keladigan boshqa ish chiqgan. Dekoratsiyasi Abu men yosh bola emasman. Senga ne o'yin qolsan? bo'ldi, aka. Asabiylashmang, pulingiz tayyor. Kechqurun oldiga borib beraman, bo'ldi, shu. Yaxshi. Kutaman unda. Ey, mana qarang. Labay, eshitaman. Alo, Nodir aka, men Abdukarimman. Aka, men bu ssenariyni o'qib chiqdim. Bitta joylarni o'zgartirish kerak aka. Buni olmaydi aka. Abdukarim, bu hammasi mijozlar xohishi. O'zgartirishga haqqimiz yo'q. Aka, bu filmni ishlasak anaqalarni targ'ib qilib qo'yamiz aka. Erkagimiz-ku biz. Biz faqat mijozlar talabini inobatga olamiz. Shaxsiy qarashlarga tayanmaymiz. Abdukarim, Aka, lekin qonunchi. hammasini yuristimiz tekshirgan. Aka, bu yerda mentalitet masalasi bor. Bizniklar buni qabul qila olmaydi. Bu to'g'ri kelmaydi aka, o'zgartirish kerak. Abdukarim, xavotir olmang. Filmning hamma sahnalari chet elda syomka qilinadi.
Agar savollaringiz bo'lsa, ertaga gaplashaylik. Hozir bandroq edim. Ssenariyni fonddagilar ko'rib, fikrini aytib bo'lishgan. Alo, Qayerdasan? Orif aka, o'zingiz qayerdasiz? Abu, senga lokatsiya tashlayman. Tez yetib kelgin. Orif aka, syomka gruppadagilar pulni so'rayotishibdi mendan. Nimaga yo'qsiz? Telefonni ko'tarmaysiz aka? Ukam, sen oldin kelgin, gaplashamiz. O'tir. Beraman o'sha pulingni. Yeb ketmayman. Syomka tugagandan keyin ham shunaqa dedingiz. Olib tur shuni. Bu yoqda kam. Bu faqat aktyor bilan montajga yetadi. Meni haqqimchi? Senga 2 minutlik zakaz olib berdim-ku. Nodirga seni men taklif qildim. Ish bilan men ta'minladim. Menga qarang. O'zi qanaqa odam u? Qanaqa odamligi bilan nima ishing bor? Asosiysi pulni zo'r beradi. Muhimi shu. Aqchasini olib kayf qilib ijod qilmaysanmi? Aka, bu ijod emasligini juda yaxshi bilasiz-ku. Menga ssenariy umuman yoqmadi. Yoqmagan bo'lsa, tezroq kinoyini ol. Soqqayni qil, sharoitingni qilib chet elga sur. Hey aka, men u bergan ssenariyni o'qib chiqqanman. Ichida juda ham jirkash narsalar ilgari surilgan. Bilaman. Hali o'rganib ketasan. Aka, bu ifloslikdan boshqa narsa emas. Ularga xizmat qilganimdan ko'ra o'rganim yaxshi emasmi meni? Nima? Sen o'ylaysan, bu filmni solmaganing bilan ish to'xtab qoladimi? Ishsiz yurgan rejissyorlar qancha? Jon deb ishlashadi. Sani ijoding yaxshiroq bo'lgani uchun taklif qilganman ularga. Xato o'ylayapsiz aka. O'zini hurmat qiladigan har bitta rejissyor hech qachon bu narsaga rozi bo'lmaydi. Agar majbur bo'lmasa, Siz ham o'sha majbur bo'lganlarning orasidamisiz? Erkingizni ham, ijodingizni ham ko'tingizga yetib boribsiz aka. Abu, yur holiroq joyga gaplashaylik.
Ha? Gapiring. Xo'p. O, manga qarra. Kimsan manga aql o'rgatadigan, ha? 3 so'm pulga zor tirrancha. O'sha filmingni ishlamaгаning bilan boshqasi ishlaydi-ku. Ahmoq. Ishingni qilib, pulingni ishlab, tinchgina yashab yurmaysanmi? Pulingni ol! Meni ham o'zingga o'xshagan it qilmoqchimisan? Hozirgi holatingda itdan nima farqi bor? Aytmasman.